Albatta, doktor deganimizdek 1945-yili shu 4-oyning 8-kuni shu Xuljida e'lon qilinib, shu yildan boshlab aslida shu milliy armiya qurilgandan tortib Xitoy tajovuzchilik kirib 49-yili oxirigacha har yili qutlug'lanib rasmiy armiya kuni shaklida tabriklanib kelibdi ekanamda. Biz u jarayonlarga kirishdan burun kitobimizda shu milliy armiya qurishga jiddiy tayyorlik bosqichi shu 45-yili 2-oyda Eli viloyatining butunlay ozod qilinib Xitoylardan qilingandan keyin muntazam bir armiya qurish tayyorlik boshlanib ketgandi. Qurilishdan burungi shu albatta har qaysi partizanlik urushlari bo'layotgan bir davr hamdi. Şu arka görünüşünü, kuruluştan burunki arka görünüş ve bunun karar eğilinişine elip bağın sebepler ve şu şaraitler, şunu bir əslab ötken bolsa qaldı bilen. Oldu. Köp rahmet sizge. Oldu bilen bu 1945 yıl 4-ayının 8-ci günü anı şu hazır ekranda görünüp duruyatkan, anı şunçilik muntazımlaşkan, şunçilik cengi var, resmi bir zamanevi harbiy formularını keygen, harbiy pagollarni taqagan shunchalik muntazam bir qo'shinning rasmiy qurilgan vaqtini eslaganimizda albatta uning oldidagi jarayonlarni eslab o'tishimizga to'g'ri keladi. Xalqimizga ayon, hammanglarga ayon. Oldi bilan 1944-yil 11-oyning 7-kuni G'uljida qo'zg'olon partildi. Ozodlik tashkilotining rahbarligida G'ulji qo'zg'oloni partilgandan keyin 5 kun ichida G'ulji shahri asosiy jihatdan ozod qilinib, qo'zg'olonchilar tarafidan 12 noyabr kuni Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumati qurilganligi G'ulji shahridagi Uyg'ur Qozoq Qirg'iz klubi, O'qaqi klubi deydi, shu yerda rasmiy jakarlandi. Shuningdek Sharq Turkiston Cumhuriyetining yeshil oy yulduzliq bayrog'i chiqarildi. Shuningdek Cumhuriyetninki rahbarlik organi, ministrliklar va boshqalar e'lon qilindi. Va bu vaqtning o'zida G'ulji shahrining hamma yeri ozod bo'lmagan. G'ulji shahridagi asosliq rayonlar ozod qilingan bo'lsin, lekin G'uljining Arambog', bu aerodrom, Langshang butxonasi qatorliq joylarga G'ulji shahridagi Gomindang, ya'ni Xitoy qo'shinlarining asos qismi bir qism aholilarni boshlab shu yerga kirib olgan vaqtda, bu vaqtning o'zida G'uljidagi janglar davomlashyotgan. Demakki, bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti ana shu o'q ovozi ichida dunyoga kelgan bir cumhuriyet, mukammal hammaga ozod bo'lmay turib. Anadan keyin G'ulji shahri ozod janglar davomlashayotgan vaqtida 11-oyning 19-20 kunlarida bu partizanlar oldi bilan Qo'rg'osni ozod qildi. U vaqtda Chilpangza deyildi Uyg'urlar tarafidan. Ya'ni bu Sovet illi chegarasi orasidagi joy Qo'rg'os ozod qilinib, Sovet ittifoqi bilan bo'lgan yo'l ochildi chegara. Shuning bilan bir vaqtda bu G'uljininki g'arbidagi chegaraga yaqin Suydong noyisi, Suydong noyati muhim bir noya, cho'ng noya. U joydagi Gomindang Xitoy qo'shinlari qo'rshovga ilindi. Demak, bu qorshov 1,5 oydak davomlashdi va uningdan boshqa yana Eli viloyatining har qaysi noyalari orqa-orqadan toki 1945-yilning 1-iyig'i kelgacha bo'lganlikda bu Suydong 12-oyning 25-kuni ozod qilindi. Uningdan boshqa noyalar Tekas, Mo'g'ulko'ra, Chapchal va boshqa noyalarning hammasi ozod qilinib, faqat Gomindang qo'shinlari, shu Xitoy qo'shinlari Arambog' aerodrom shuning ichiga qo'rshilib qoldi. Bu joy qo'rshovga ilindi. Mana shu vaqtda Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumati darhol muntazam armiya qurish ishlariga kirishib ketdi. Endi bu muntazam armiya qurish ishlaridan burun nayt ko'p muhokamalar, qandaq shaklda bir armiya qurish, bu armiya qandaq shakldagi armiya bo'lish qatorliq masalalarda Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumati heyeti, hukumat kengashi deydi. Bu hukumat a'zolarining kengashida ko'p qatimliq muzokaralar bo'lgan. U vaqtdagi bu urushlarning hammasi partizanlik shakldagi, muntazamlashmagan bir urush shaklida, qo'zg'olonchilarning qo'zg'olon urushlari shaklida edi. Endi biz bularni eslashdan burun uning oldi bilan bu 44-yili oldi bilan bu Nilqining Ulastay tog'liq rayonida 44-yil 9-oyda bu Fatih Batur, Akbar Batur, G'ani Batur,
qatorliqlar boshlamchiligida u joyda qo'zg'olon portildi. Nilq qo'zg'olonchilari 10 oyning 7 kuni kelgan chog'da bu G'ulji Nilqini ozod qildi. Shuning bilan bu qo'zg'olon butun iliga qarab kengayish bir imkoniyati shakllandi. Mana shundaq vaqtda shakllangan vaqtda G'uljidagi ozodlik tashkilotimiz jiddiy tayyorlik qilib, oxiri bu Nilq qo'zg'olonchilarining hammasini G'uljiga yetkazib 11 oyning 7 kuni demak G'uljini ozod qilish shu jangga otlangan edi. Demak, Nilqidan boshlangan bu qo'zg'olonchilar qo'shuni G'ulji shahrida tashkillangan qo'zg'olonchi atratlar va undan boshqa Qo'rg'a, Suydun qatorliq joylarda tashkillangan atratlar bo'lib, eng oxirida 45-yilning bu 1-oylariga kelgan chog'da butun ili viloyatida nayt ko'plagan partizan qo'zg'olon atratlari shakllanib bo'ldi. Qo'zg'olon atratlari shakllanib bo'ldi. Demak, bularning hammasi bir partizanlik shakli dedi. Shuning bilan bir vaqtda 44-yil 11-oyning 12-kuni Sharq Turkiston hukumati qurilgan vaqtida Cumhuriyet bilan tang Sharq Turkiston harbiy qo'mondonlik markazi qurildi. Bu Sharq Turkiston partizanlar qo'mondonlik shtabi deb ataldi dastlabda. Buningga ayni vaqtda 20-yillardan boshlab G'uljida yashab turib qolgan sobiq Charusiya armiyasining ofitseri, G'uljida 20 yillar yashagan bular. Charusiya armiyasining ofitseri bu Petr Romanovich Aleksandrov degan bu harbiy tarbiya ko'rgan odam. Bu odamni shu qo'mondon qilib tayinladi Ilhom To'ram qatorliqlar. Chunki shularning ichidagi harbiy tajribaga ega, harbiy bir mutaxassis odam bu. Charusiya armiyasining kon ofitseri hamda. Shuning bilan 45-yil 1-oyninki 1-oyning 7-kuni kelgan chog'da Sharq Turkiston hukumati rasmiy holda Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining harbiy ishlar idorasini qurishga qaror qildi. Harbiy ishlar nazoratini qurishdi. Shu vaqtgacha bo'lganliklar harbiy ishlar hammasi partizanlik urush, qo'zg'olon shaklidagi har xil guruhlar, ashundaq holatda hamma kishi o'zining kiyimini kiydi, o'zining tamoqlarini o'zi elib kelib yeydi, o'zining otlariga minadi. Qurol yaroq o'q to'rlarni yo'qning o'rnida shu dushmandan o'ljagan qurollarni o'zini qurollantirdi. Mutlaq ko'p qism partizanlar ibtidoiy shaklda. Hatto bir odamga, 3 odamga, 4 odamga bir dona miltiq to'g'ri kelgan shunday bir vaziyatda. Ba'zi qurol o'q to'rlarni ot va boshqalarga Sovet chegarasiga berib, Sovet tarafga o'tkazish orqali bularni akilib o'zini ta'minlaydi. Mana shunday holatda Sharq Turkiston hukumati harbiy ta'minot idorasi va boshqa harbiy tayyorlik idorasi qatorliq bir qism idora organlarni qurib chiqdi. Xalqdan har xil ionalarni to'pladi bu vaqtning o'zida. Xalq nayt zo'r ko'lamda iona qildi. Butun borlig'ini mush inqilobga atadi shu vaqtning o'zida. Ayollar hatto mush qo'lidagi oltin uzuklaridan tortib zanjirlargacha quloqdagi shu zirillarigacha hammasini shundoq atagan bir manzillar bor. Amerikan Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumati uzun o'tmay shu yillik o'shiri zakotni Sharq Turkiston Cumhuriyetining mustaqilligi uchun ishlatishga, ya'ni harbiy ishlarga ishlatishga sarf qilishni qaror qildi. Barliq o'shiri zakotni shu yildan boshlab. Mana mushundaq tayyorliklardan keyin u vaqtdagi Xitoy qo'shinlari Harambog' ichiga aerodrom, Langshang butxonasi 3 yerga qapsilib qolgan 2000 dan ortiq muntazam qo'shin qolganlar hammasi yo'qtilganda, andan keyin G'ulji shahridagi Gomindang hukumatining shu vaqtdagi ili viloyat valiy mahkamasi, soqchi idorasi, bu har xil organlarda ishlaydigan bir qism Xitoy fuqarolari va albatta buning ichida oz sondagi Uyg'urlarmi bor. Bak oz ular. Bularning hammasi degidek shu Harambog'ga qochib kirayotgan, kelib olgan oila tavobatlari bilan. Bularni qurollandirdi. Qurollantirib, demak Harambog' aerodrom Langshang mush butxonaga kirib mudofalangan qurolliq Xitoy tarafining qurolliq odamlarining soni amaliyotda 4000 dan ortiq odamga yetdi. Bu joylarni demak 20-30 minglagan odam fidoyi partizanlar va shuningdek odatlik avom fuqarolardan tortib ularni qatma-qat qorishib olib, ular teshig'i chiqolmaydigan vaziyat shakllandi. Mana mushundaq sharoitlar bo'layotganda 1-oyning 7-kuni Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumati harbiy ishlar nazorati ministrlikda darajada qurishni qaror qildi. 1-oyning 12-kuni 6-nomerli qaror bilan rasmiy nazorat harbiy ishlar idorasi nazorati qurilib chiqdi. Buningga
Petr Romanovich Aleksandrovni nozir qilib belgiladi ministr. Arqadan andın hərbiy unvan berishini belgiladi. Shuning bilan dastlab qadamda bir qism odamlarga yuqori darajada, ya'ni polkovnikdan mayorgacha bo'lgan unvonlarni berdi 4-5 odamga. Eng oxirida mana 2-oyning 3-kuni kelgan chog'da 2-oyning 1-kuni butun G'ulji ozod qilindi. Ya'ni 1-oyning 17-kuni Xitoy Gomindan qo'shinlarininki bu talkidan boshlagan zapas 7-diviziyasi va 45-diviziyasininki 5 yıl Gomindan'ın Ürümçideki Xitayning 5 yo'lga bo'linib ilini tartib elish, Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini yo'qotish harbiy operatsiyasi boshlangan qaytarma. Bularning bir qismi talki davoni orqali G'uljiga hujum qilish. Yana bir yo'l bu Ochal Jing tarafdan Ochal orqali 45-diviziya o'zining 2 polki bilan janub tarafdan kirish. Ondan keyin Li Yushangning 7-zapas polki bu shimoliy hatta bu Börtala, Arşang taraflardan ayılınıp G'uljiga kirib, G'uljini tatib elish. Aşındaq bir 5 yo'lliq plan tuzgan. Mana bularning hammasini 1-oyning 17-20 kunlari kelgan chog'da ana shu Xitoy qo'shinlarining Ochal orqali kelgan qo'shinlari hatto Plichxongacha kelib qoldi. G'uljidan 20 kilometr nariga. G'uljidagi Gomindangning ana shu Arambog aerodromidagi qo'shinlari bu ikkisi birlashib Sharqiy Turkistonni Cumhuriyetini yo'qotish xatarlik bir vaziyat shakllanganda butun G'ulji xalqi qo'zg'aldi. Butun G'ulji xalqi qo'zg'alib, ayol, qari, yosh, kichik butun xalq qo'zg'alib, haliqi sovuq qish mezgilda kelgan Ochaldan kelgan Gomindan qo'shinlarini tarmar qilib, bu yerda ularni betchit qilib, oxiri G'uljini saqlab qoldi. Mana shuningdan 1-oyning oxirisi kelgan chog'da Sharqiy Turkiston qo'shinlari partizanlar birdek alda Harambog, aerodrom, Langshang bu 3 joyga hujum qildi. Hujum qilib, oxir bu joyni qo'lga oldi. Aerodromdagi Xitoy qo'shinlari bir qism fuqarolarni elib, Ochal orqali G'uljiga ketish yo'lini mangdi. Ular shunda bir yo'l yechib bergan. Oxir Chapqa yo'ti degan yerga kelganda bu qochqinlarning hammasini yo'qotib, asirga oldiganini asir elib, fuqarolarni asir elib, fuqarolarni tinch oldi qaytirib akilib o'rinlashtirdi. Askarlarning qarshilik ko'rsatganlarni yo'qotdi, taslim bo'lganlarning hammini tinch taslim qilib qaytirib kelib o'rinlashtirdi. Mana shuning bilan 45-2-oyning 1-kuni kelgan chog'da butun Ili viloyatidan Xitoy Gomindan qo'shinlarining bir dona askari qolmadi. Demak, to'liq tozalandi. Hatto ma'lumotlarga qaraganda aran 20 necha Xitoy askari sog' salomat Ochal orqali jing bilan qochib berib olganligiga oid ma'lumotlar Xitoy tarix manbalarida. Demak, butunlay yo'q qilinib, G'ulji to'liq Ili viloyat ozod qilingandan keyin Sharqiy Turkiston hukumati 2-oyning 3-kuni rasmiy holda harbiy, ya'ni muntazam armiya qurish ishiga kirishdi. Mana u vaqtda xotirjam bo'ldi-da, butun Ili ozod qilindi, odamlar tarbiya ko'rdi, askariy jihatdan yetishdi, partizan otryadlar rasmiy chiniqdi, janglarda bular 60dan ortiq partizan otryadlari qurilib ketdi buning ichida. Fidoyi bo'lmagan bir er kishi qolmadi, hatto ayol kishi Rizvangulda qizlardan tortib bu janglarga qatnashdi. Qiz, ayollardan tortib har millat, faqat Uyg'urlar emas. G'uljida bor Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Rus, O'zbek, Tatar, har qanday millat, hatto Shiva, Mong'oldan tortib Tungangacha hammasi Sharqiy Turkistonning yeshil ay yulduzliq bayrog'i ostida mana shu ozodlik ko'rishib tang atlangan vaqt. Mana shu g'alaba shuning natijasida keldi. Birla millatning g'alabasi emas bu amaliyot. Shu butun o'rtaq kurashning bir g'alabasi. Tek-teknaganda. Shuning bilan 2-oyning 3-kuni Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti hukumati 19-nomerli qaror bilan Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining harbiy qonunni e'lon qildi. Bu birinchi qonun. Buningda 20 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan har qanday er kishi askar bo'lish. Urush sharoiti bo'lganligi uchun 45 yoshgacha bo'lgan erlarning hammasi harbiy vazifa o'tash. Qatorliq bu belgilamalar rasmiy belgilan bu qonun. Hech kimning bu askardan qechish nimasi yo'q. Bu muntazam tunji qonun demak harbiy ishlar qonuni bilan boshlandi Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti. Shunda tayyorliklardan keyin oldi bilan bu Suydun piyodalar 1-polk qurildi, partizan polk. Orqadan G'uljidagi polklar qurildi, G'ulji zapas 4-polkga, G'ulji piyodalar 2-polk qatorliq, tekas polk qatorliqlar bir-birlab qurilib, tayyorlik mashqlardan keyin 45-yili 3-oyning 6-kuni Sharqiy Turkiston hukumati rasmiy turida
Sharq Turkiston armiyasininki qo'mondonlik shtabi, qo'mondonlik tarkibi, harbiy unvon, pagon va boshqa narsalarni to'liq bekitib, qo'mondonlik shtabini rasmiy qurib chiqdi. Haliqi qo'shinlar qattiq tayyorlik mashqlardan keyin eng oxirida muntazamlashgan bir holatga kelib, ularning harbiy formalarini tayyor bo'lgan, shularni kiyib 4-oyning 8-kunda rasmiy buyruq bo'yicha bular Sharq Turkiston Cumhuriyeti armiyasining qurilganligi jakarlandi. G'ulji shahridagi cho'ng bir harbiy parad o'tkazish orqali. Demak, mana mushuningcha bo'lganlikda Sharq Turkiston Cumhuriyeti demak 6 oydan ortiq bir jarayonni boshdan kechirdi. Mana shu 60 degan partizan atratlar asosida dastlabda qurilganda 45-yil 4-oyning 8-kuni paradga qatnashgan qo'shinlar 7 polk, 5 mustaqil batalyon va 1 eskadrondan iborat bo'lib, bu son yana davomli ko'payib mangdi bu polklarning soni. Mana bu 4-oyning 8-kunigacha bo'lgan mana bu sharoit. Demak, Sharq Turkiston Cumhuriyeti elini to'liq ozod qilib bo'lgandan keyin ondan rasmiy muntazam armiyani rasmiy qurish ishiga kirishdi. Bu jarayonda Sharq Turkiston hukumatı 5 kishilik Ahmedjon Qosimov, Rahimjon Sabirhoji, Zonun Teypov qatorliqlardan 5 kishilik bir hay'at qurib chiqdi. Bu armiyaning qandaq armiya bo'ladiganligi haqidagi tayyorlik. Ya'ni armiyaning loyihasi, qoida tuzumlarini bekitadigan guruh chiqdi. Anadan keyin hukumat yana harbiy kiyimlar uchun nurg'un mallarni yig'di. Buni Sovet ittifoqidan setib olish kerak. Chunki G'uljida undaq ko'p armiyani kiydiradigan kiyimning raqlari yo'q. Shundaqmi? Mashrang harbiy kiyimlar. Buni akilish kerak. Mana mushlarning hammasi xalqdan chiqqan iyona, ana shular bilan demak tayyorliklarni qilib, eng oxirida bu armiya rasmiy muntazam holda dunyoga. Demak, bu urush, tayyorlik, mashq, xalqning iyonasi, mushlar hammasi birlashgan asosda dunyoga kelgan bir sharoit. Ham Sharq Turkiston hukumatı 1-oyning 5-kuni o'zining 9 moddalik mustaqillik xitobnomasini e'lon qilganda, uning 7-moddasi muntazam bir armiya qurishni 7-modda qilib bekitgan. Demak, bu tayyorlik mana shu vaqtdan tortib qarorlashtirilgan. Sharq Turkiston hukumatı harbiy ishlarga boshlayaq eng ko'ngil bo'lgan ishlarning biri harbiy ishlar bo'lgan. Mana bu qurilg'ichi bo'lgan jarayon. Endi yana boshqa savollar bo'lsa, men davomlashtirsam. Haqiqatan doktor yana faqat qurilish qarori elinib taki shu maydonda e'lon qilingan shu hayajonli minutlarga kelguncha bu darajada tafsili so'zlasak, shu kitobimiz bo'yicha mansaqmi qanchilgan bo'lim program chiqilganligini his qildim. Men o kadar hayajonli sahnalar var bu yerda. Qolganda ko'rurmanlarimizga tafsilotini o'qishini albatta tavsiya qilamiz.